Hammamizga ma'lum, hurmatli vatandoshim, o'tgan yili 10 ayning 5-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida 12 davlat qatnashgan Tinch okean alqagan savdo hamkorlik kelishimi imzolangan va tunji qatim imzo qo'ygan edi. Bu qatim yana bir qatim Braziliyaning Oklando shahrida 2 ayning 3-kuni 12 davlat oxirgi imzoni qo'ydi. TPP rasmiy kuchga ega bo'ldi. Lekin yana parlament ve hükümetler bunu tasdiqlash kerak. Tasdiqlash oldimizda elib boriladi. Şuna bizden bu Asiya Tinch okean rayonidagi intayin zor bir o'zgarishga diqqat qilishimiz bo'lib, bu Uyg'urlar buningga diqqat bilan nazar og'dirishimiz kerak. Chunki bu yerda shu narsa esinglarda bo'lsinki, imperiya bilan yoki cho'ng davlatlar hargiz urush qilmaydi apandilar. Lekin bu yerda bir gap shuni ekanki, hozir imperiyalar o'zining ichidan o'zi halok bo'lish shaklida tugayotidir. Masalan, Tunki Rossiya, urush davridagi Yaponiya, Germaniya, undan keyingi Tunki Rossiya, bugun Jungoning ahvolimi eng zo'r masala, siyosiy masalada emas, balki iqtisod masalasida intayin qiyin bir ahvolga kelib qoldi. Dal shunday paytda Amerika boshchiligida Tinch okean alqagan iqtisodiy hamkorlik kelishimi imzolanib, Jungo bu kelishimning sirtiga qiqib chiqarib etildi. Biz tuvanda vatandoshlarga shu to'g'rida ikki parchalik siyosat so'zlaymiz. TPP'ning Jungoga ko'rsatadigan ta'siri mavzuliq maqola TPP kelishimi to'g'risi e'lon qilingan edi. Abdur Chuanshinchi, sizlarga ma'lum, TPP kelishimi Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilib, masalan, o'tgan yil 9-ayning 22-kunidan oxirigacha degidek Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilib, qaytgandan keyin o'tgan yil 9-ayning oxirida vataniga qaytib, 5 kun degidek arada vaqt 5 kun o'tmayla TPP tunji kelishim 10-ayning 5-kuni Amerikaning Atlantik shahrida imzolangan. Jungoda partiya kapitalizmi G'arb dunyosining kapitalistik tuzumiga hargiz o'xshamaydi. Navbatdagi kapitalizmni bu apandi Chuanshinchi apandi nima deydi ekan? Uni partiya kapitalizmi ya Jungo kompartiyasi kapitalizmi deydi. Bu kapitalizm bilan G'arb kapitalizmi o'xshamaydi. Chuanshinchi apandi partiya kapitalizmini mundaq tasvirlaydi. Partiya kapitalizmi her bir meselede o'zining qaloq va yovuz bashirisini oshkorlab turdi. Amdilikda TPP prinsipi butun yer sharida erkin savdoning o'lgisi bo'lib qoladi. Chunki TPP kelishimining asoslari odam, huquq va manfaat, qadr-qimmat, inovat, insonlarning yashash makoni, muhit masalasi, adil kelishim, adil to'xtam va prinsip, qoida qatorliq sohalarning aniqligi. TPP kelishimini imzolashga asos bo'lgan. Yuqoriqilar TPP kelishimini imzolashga asos bo'lgan. TPP garchi iqtisod kelishimi bo'lsa-mu, hammaga bop keladigan qadr-qimmat qarashlarini muqimlashtirishdir. TPP qaramoqli iqtisod kelishimi bo'lsa-mu, lekin bugungi dunyoda hammaga bop keladigan qimmat qarashlarini muqimlashtirishdir. Mustabidizm, zo'ravonlik, kishilik huquq nafsandizligi va kishilarning huquq manfaatlarini tortib oladigan Beijingning andazisi emas. TPP hargiz Beijingcha andazi emas. Yo'q. TPP Jungoga nisbatan xristian aytganda tarixiy xarakterli xristodir. TPP shundaqla tarixiy xarakterli fursatdir. Jungo uchun bir fursatdir. Bu deganlik sen şu şartlarını ado qila olamsan deganlik. Kompartiya o'zini tuzab qaytadan tiriladigan yoki uzil kesil halok bo'ladigan eng oxirgi tanlash purisidir. Kompartiya mavjud bo'lib turadi, lekin tanlash yo'ling boshqacha bo'ladi. TPP kirman desam tanlash yo'ling boshqacha bo'ladi. Shunga halok bo'lish bilan tanlash, qaytadan tirilish o'ttirisidagi bir fursatdir. Jungo matbuotlari TPP'ning ta'siri chekdik. Jungo etib etilgan pozitsiyada bo'ladi va kazo desam. Lekin Reis Xi Jinping yuqori qatlamdagilar
Köňlüde bilip durupdy. TPP-ning nime ekenligini Reis Xi Jinping we Jungo'nun ýokary katlamydakiler köňlüde bilip durupdy. Jungo tuyuksuzda açy ýolga ittirip goýuldy. Dikkat vatandaşym, Jungo tuyuksuzda açy ýolga ittirip goýuldy. Jungo Kompartiyasy bulungy kystap goýuldy. Dikkat vatandaşym, Jungo Kompartiyasy tuyuksuzda bulunga kystap goýuldy. Alımlar bir egizi etiraf kıldı ki Jungo pasif oranı düşüp kaldı. Ameliyatda eğer Jungo TPP kilişimiga kirmeydigan bolsa, Jungo'nun soda ticareti Asya Tinç Okyanı rayonida hatta bütün dünyada çetki kıldı. Jungo şirketlerinin çet elgi meblağ selişi nurgun desmayi talep kıldı. Önüm tüven bolgaç çet el şirketlerimi Jungo'ga kirmeydi. Endi çet el şirketlerimiz Jungo'ga kirmeydi. Eksport intayin zor meblağı ketidi. Eksport tuvarlarına koyuladigan bacı yok bolgaç rekabet üstünlüğünü yokutup koydu. Demek bu TPP'nin sırtideki devletler. Rekabet üstünlüğünü yokutup koydu. Jungo iktisatının yarışarı bazırdaki makanı tarayıp ketidi. TPP imzalandı. Jungo iktisatının yarışarı karakterlik bazarı yani makanı tarayıp ketidi. İktisat taraqqiyatdan toxtap tüvengi sırlışqı başlagan Jungo üçün eytqanda, aqıbetten eytqanda özüge ma'lumdur. Bununla erişimli keledigan iktisat ve ijtimai kriz közümüzge görünüp turupdu. Halqarada qayda prinsip bolsa bizden taqabul turdigan siyasatimiz bar deydigan täleydi bong zohi haleti. Täleydi bong deydigan rohi haleti yani aki uçuru pul birip TPP'nin çekdimisini büsbütümüz deydigan hiyalla bu emde akmaydı bu fakat hiyaldı. Çünkü TPP soda kilişimi Dünya Soda Teşkilatı töpten okşamaydı. TPP özara bazı geçirim kılış meselesiyle emas. Bazarını okşaş derecede eçivitiş. Demek soda tosalgullarını bütünley elip taşlaş. Adamların hukuk menfaatlerine qoğdaş. TPP kilişimek əza bolgan dövletler salayetini qoğdaş məsuliyetide qalğanlıqdan körünüp turupdu ki Jungo ile iqtisadi bardı keldi qilish tevekkelçiligini qayta oynayalmaydı. Çünkü TPP'ye əza bolgan devletlik salayeti saklap qilish üçün Jungo ile bardı keldi qilishdan özümü bir meseledir. Alimlar çakırık kılıp mındak görset. Jungo TPP kilişimi söhbetine başlaş gerek. Sen bunun kirişin gerek deydi Jungo'nun. İslahat kademini tezletiş gerek. Devlet ilgiligideki şirketlerini ıslah kılıp bazarını eçip etiş gerek. Reis Xi Jinping kandak tallaydı. Ya ki karşılaşamdı, ya ki tallap alamdı. Eğer Kompartiya ekimi karşı mağdağalla bolsa, depne kılışka mazar mı? Yetişmeydi. Eğer Kompartiya karşılaşılağa yoluna tallavasa, depne kılışka mazar mı tepilmeydi, mazar mı yetişmeydi. Reis Xi Jinping akılanı tallaş ne işga şuralamdı. Çenşiçi bana şundak yazıdı. Deydi aptor çenşiçi. Fikir kılaylı vatandaşım biz başkanı koyup duraylı. Jungo'nun bugünkü iktisadının asası ya usulu olsun, asası olsun hemisi bulan talan kılış. Başka misalını keltirmeyle hazır Uygur vatanı da Müstemlik Uyguristan'da her vakti, her jilideki de konak pişidiğen vakitte bir hafta burun, buğday pişidiğen vakitte bir hafta burun, dan tutuduğun, dan katıdığın vakitte dihallarının ilgili de orak buğdayını orup taşla bitip bir hafta burun, ya ki bir hafta burun konakını orup taşla. Yutup bulanın dank etişinin aldığını elip, bahal ne, ya ki balını şal ne, ya ki kötüçek ne, ya ki şadı ne, konak şadısı ne, dihallahu koyuvatıdır. Xitayning Uyg'uristondagi mustamlikchilik siyosiy, iqtisodiy mustamlikchilik oxiri shu yerga yetdiki, tarix uchramagan darajada shu yerga yetdiki, dihallarni iqtisodiy jihatdan g'urbatlashtirish, iqtisodiy jihatdan chetga qish, iqtisodiy jihatdan yaramsiz holatga va iqtisod kafolati yo'q holat keltirib qo'yish, shu orqali Uyg'urlardagi siyosiy qarshilikni sundirish uchun Xitoy hukumati Uyg'ur yezillarida nima qilyapti? Qo'noq pishay degan, o'g'oq salay deganga bir hafta burun buğday pişay degen, oğaq salay degen bir hafta burun orup etip
dehqonlarni ashdansiz qo'yapti. Eng aqalli. Şuna men bugün Cungo'da gerçi iqtisadi vayronchilik bo'lishni xohlamasam bu 60-yillardagi 20-asrning 60-yillik ocharchilikni beşimde o'tkazgan odam sifatida xohlamasam bu, lekin Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan iqtisodiy mustamlakachilik siyosati bugun Uyg'urlarni aşağılığa tushirib qo'ygan ekan. Men Amerika Davlat Majlisining oldimizdagi oylarda bo'lsin TPP kelishimini nihoyat tezlik bilan tasdiqlab berishini umid qilaman.